Men Roger de Cormierning o'g'liman, a? Men uchun mo'may haq so'rashingiz mumkin. To'g'ri aytasan. Men umrimni Quddusga bag'ishlaganman. Butunlay. Xudo yo'lida urush qilyapmiz deb o'ylar edim. Ammo jang oltin va yer uchun ekan. Buni kech angladim. Ming afsus. Men Roger de Cormierning o'g'liman, a? Men uchun mo'may haq so'rashingiz mumkin. To'g'ri aytasan. Men umrimni Quddusga bag'ishlaganman. Butunlay. Xudo yo'lida urush qilyapmiz deb o'ylar edim. Ammo jang oltin va yer uchun ekan. Buni kech angladim. Ming afsus.